qoralarni ko'rsatamiz. Mana bu yoshlar chiqqan. Bularni bittalab ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana buni ko'ringlar mana. Ko'zlari toza, ranglari ham zo'r, tumshug'i oq. Mana bunisi ham shu. Ko'pi gribun chiqqan. Endi oqaryapti. Rangini qaranglar, yaltirashini. Mana bular ham mana endi sekin oqaryapti. Bular endi tashqariga chiqishi mana. Boshlari endi oqaryapti. Mana bu ham zo'r chiqdi. Bitta oq bosh chiqib ketib qopti-ku. Mana bu ham nar chiqyapti, lekin otasi vashi zo'r mashina ham. Boshlari endi oqaryapti buni mana. Oppoq boshi chiqib ketib qoldi. Hali o'rganmagan lekin u ayoqda yuribdi. Mana ko'ringlar, ikkita chiqdi bunaqada. Hali buni o'rganmagan. Ketib qolmasa yana. Mana. Endi hamma yoq remont bo'lyapti, sal bardak qo'yapti ko'p joy. Buni endi chiqishi mana. Tashqariga endi chiqishi. Qanoti ham boylanmagan, chiqib ketib qolmasin. Bularni alohida ko'rsatmasa bo'lmaydi. Paypoqlarini qaranglar mana. Paypoqlari mana. Ikkalasi bitta ota-onadan chiqqan. Buni ota-onalari ham shu yerda chiqqan. Mana. Ranglari ham chiroyli, ko'zlari toza, tumshug'i oq. Lekin hali bu paypoqlari keyingi tullovda bundan ham katta bo'lib ketadi. Ya'ni o'rganmaganlari chiqib ketib qopti-ku. Ishqilib ketib qolmasin, ishqilib. Men bo'shab qoldi hali. O'rganmagan edi, bor-ku.